Abu Hurayra radhiyallohu anhudan naql qilingan Isro hodisasidan namozga sal qaraganlar haqida mundoq bir mazmun bor. Ondan payg'ambar alayhissalom boshlari toshlar bilan urilib, mijilayotgan bir to'p kishilarni uchirtdi. Ularning boshlari toshlar bilan ezilayotgan, ondan yana burunqi holatiga keltirilayotgan bo'lib, ularga bo'lgan azob mushu shaklda davomlashyapti. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Jibril, bular kim?" deb so'raydi. Jibril alayhissalom: "Bular farz namozlarga sal qarg'uvchilardir" deb javob berdi. Ey namoz o'qimaydigan inson, o'ylanib baq. Namozni vaqti o'tib ketgandan keyin o'qigan kishining jazosi mushundoq bo'lgan yerda faqat namoz o'qimaydiganlarning jazosi qandoq bo'lar? Bu jazolar seni qo'rqitmamdi yoki oxiratning borliqidan shak qilamsan va yoki namozning islom dinidagi bir farz ekanligidan xabaring yo'qmi? Agar benamozlikdan darhol tavba qilib namozni boshlamasang, seni oxiratda nima qutuldira? Bu azoblarga qandoqmi bardoshlik bera olaysan? Ko'zingni och va seni kutib turayotgan azobni ko'r. Aqling bo'lsa qo'rqqan.